Bugun sizlar bilan multivarka ishlatishni o'rganamiz. Multivarkangiz bo'lib ishlatishni bilmay yurgan bo'lsangiz yoki endi olmoqchi bo'lsangiz, tezgina o'rganib olasiz. Studentskiy ovqatim uchun kerak bo'ladigan hamma masalliqlarni archib tayyor qilib oldim. Keyin bo'lsa bugun olib kelgan karamimni 1-2 qavat tonini yechdimda multivarkada cho'milishi uchun tayyor qilib qo'ydim. Va nihoyat sehrli qozonimiz ishlatish jarayoniga yetib keldik. Birinchi o'rinda ichidan shunaqa qasqonchasi chiqadi. Bu qasqoncha bilan albatta keyingi safar sizlarga manti pishirib beraman. Asalligini qarang buni. Aynan shu multivarka bilan siz 120 xil retseptni, balki undan ham ko'proq 21 xil funksiyada pishirib ko'rishingiz mumkin. Xullas, multivarkani yoqishingiz bilan siz shu yozuvni ko'rasiz. Ko'rib turganingizdek hammasini yozib qo'ygan. Startda o'ng tomondagi tepa knopkasini bosib, o'zingiz xohlagan usulni tanlab olasiz. Bu endi o'zingiz pishirgan narsaga bog'liq. Soatlarini o'zi ko'rsatib beradi. Nima ovqatligiga qarab. Men bo'lsa parda pishirishni tanladim. Kerakli funksiyani tanlaganingizdan keyin startni bosasiz. Shundan keyin bu bayerimiz ish faoliyatini boshlaydi. Qozonga yog' solish-solmaslik o'zingiz xohishingiz. Men bo'lsa solishni tanladim. Qozonimiz ozgina qizigandan keyin masalliqlarimizni solib oldim. Kapgirni qozonga tekizmasdan ishlatdim. Multivarka ichidagi qoplama teflon bo'ladi. Shu sabab unga temir jismlarini qattiq ishlatish mumkin emas. Qoplamasini qirib, qozonni tagiga oladigan qilib qo'yish mumkin. Eng yaxshisi bu vaziyatda multivarkani o'zini lopatkachasidan foydalaning. Mana lopatkacha Farg'onada qolib ketgani uchun kapgirni tekizmasdan foydalanishga harakat qildim. Ovqatga bu jonim berib yuborgan achchiqdan ham ozgina qo'shib yuboraman. Yana ham mazali bo'ladi. Ozgina suv quyib, tuzini rostlab dimladim. Ovqat pishgandan keyin multivarka vaqti tugab o'zi o'chadi. Juda mazali bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang, bundan qiziqlari hali oldinda.